oyiga $8 foyda keltirayotgan hovliga kelganmiz. Sotish uchun bu yerdagi barcha arrendatorlarni chiqazib yuborishibdi. Ko'rib turinglar, qiziq bo'ladi. Joylashuvini aytadigan bo'lsam, Mirobod tumanida joylashgan transport institutiga juda ham yaqin, aeroportga yaqin, vokzalga yaqin bo'lgan joyda joylashgan ushbu hovlimizning narxini egalari bilan bemalol kelishib olsanglar bo'ladi. Joylashuvni qarang, joylashuvni Ozarbayjonskiy sentr, Ozarbayjon posolstvasi, Lapiyolarning oldidagi Novostroylardan shunday kirib kelgan mana shunaqa katta ko'chada joylashgan. Hozir uy ichiga kirib ko'ramiz. Hovlimiz kichkinagina, Fayzli ekan o'zi ham remontlari yangi remontdan chiqqan, ko'rinib turibdi remontlari yaxshiligi. Bitta uborka qo'rilsa bo'ldi. Uy ichi holatlari ham juda ham yaxshi ekan. Bu yerda ko'proq studentlardan talab ko'p bo'lgani uchun qimmatroqga ham ketishi mumkin. Chunki transportning instituti juda ham yaqin joyda joylashgan. Bular bo'lsa oilaga berib foydalanishgan ekan. Har bitta xonasida ko'ryapsizlar, shu ko'rayotgan mebellaringlar qoladi. O'zini sanuzullari ham bor. Juda ham kompakt qilib qilingan uyimiz, ko'rib baho berish esingizdan chiqmasin. Hamma kommunikatsiyasi borligini aytib o'tdik. Juda ham zo'r joyda joylashgan. Ulgurib qolinglar. Zo'r narxlarda chiqyapti. Egalari bilan baraka qilsanglar bo'ladi. Bu joyimizda kommunikatsiyada muammo yo'q. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya, Wi-Fi hammasi bor. Bitta dona minusi bor ekan, hozir ko'rsataman. Mana shu darvozadan kiriladi, mashina uy ichigacha kirmaydi. Narxlarini bo'lsa bemalol egalari bilan kelishib baraka qilsanglar bo'ladi. Narxini aytmagin deshgancha aytmadik. Salomat bo'linglar.